Mana Tailandda, Bangkokda bolalar maydonchasi. Bu yoqda mana ota-onalar uchun joy, ota-onalar bemalol kelib, dam olib, kitob o'qib, bolalarini kuzatib turishsa bo'ladi. Mana даже bu yoqda zaryadkaga telefon qo'yadigan joylar bor. Bu yoqda kichkina bolalar uchun chaqaloq 1-2 yoshli bolalar uchun o'ynaydigan joy. Mana bu yoqda ham. Bu yog'i уже kattalar uchun. Bu yoqda mana otalar ham, onalar ham bir xil bola bilan teng o'ynasha oladi. Mana bu yoqda batut. Bu yoqda ham batut. Bu yoqda mana sharikli joy. Mana bu yerda har xil magazinlar bor. Bolalar o'zlari orzularidagi kasbini ishlab ko'rsa bo'ladi. Mana bu gul do'kon. Mana gullar yasab, buketlar yasab